Kelinglar bugun sizlar bilan 2026-yilda chiqqan turk seriallari haqida gaplashamiz. Birinchi serialimiz Sevdim sensin seriali bo'lib, bu serialimizda boy badavlat xonadondan bo'lgan Erkan ismli yigitni qishloq chekalariga armiyaga yuborishadi. U yerda Erkan o'qish va yozishni umuman bilmaydigan Dijla ismli qizni akalarining zug'umidan saqlab qolish uchun u qiz bilan nikohlanadi. Va Erkan Dijlani o'zi bilan Istanbulga olib qaytadi. Keyingi serialimiz Yeralti seriali bo'lib, bu serialimizning asl qahramoni Haydar Ali otasini o'limidan qasos olgandan so'ng yaxshi ko'rgan qizini va singlisini himoya qilish uchun agentlar bilan birga ishlashiga to'g'ri keladi va Bozkurt Xano'g'li ismli mafiyozlar oilasining ichiga kirishiga to'g'ri keladi. Keyingi serialimizning nomi Abi seriali. Bu serialimiz qachonlardir o'z oilasidan voz kechib ketgan tajribali xirurg Doğan Xanjoğlu singlisining to'yi sababli Istanbulga qaytishiga to'g'ri keladi. Istanbulga qaytgan Doğan o'zining o'tmishdagi yaralari va yashirilgan jinoyatlar bilan qarshilashadi va bu yo'lda u Chag'la ismli advokat qiz bilan tanishadi. Keyingi serialimizning nomi Ayni Yağmur altında seriali bo'lib, bu serialimizning asosiy qahramoni ispaniyalik Roza ismli qiz bo'lib, Roza qattiq bosh jarohatidan so'ng oxiri o'lim bilan tugaydigan kasallikka chalinib qoladi va o'z otasini topishga qaror qiladi. Otasini qidirish yo'lida ispaniyalik Roza Istanbulga keladi va bu yerda butunlay musulmonlar oilasidan bo'lgan Ali ismli yigit bilan tanishib qoladi. Keyingi serialimizning nomi Chirkin seriali bo'lib, bu Chirkin ismli xizmatkor qiz haqida. Bu serialimiz uy egasini o'g'lini yaxshi ko'rib qolgan Chirkin ismli xizmatkor qizning sarguzashtlari haqida. Obuna bo'lishni unutmang.